yetimlikda ulg'aygan, Asadbek obraziga to'y tayyorlangan va Paxtakorda darvozabon bo'lgan Yodgor Sa'diyev 79 yoshda. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev bu yil 79 yoshni qarshiladi. Uni ko'pchilik Asadbek roli orqali tanisa-da, aktyorning faoliyati rang-barang. Tabiatan jiddiy bo'lgan inson hayoti haqida gapirishni u qadar istamaydi. Aktyorning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va faoliyatiga nazar solamiz. Otamni ko'rmaganman. Aktyor Yodgor Sa'diyev oilada kenja farzand. U otasini ko'rmagani, ammo u to'g'risida iliq fikrlarni eshitib katta bo'lgani haqida so'zlab bergan. Otam tug'ilishimdan 2 oy avval vafot etgan. Shu bois otam bilan bog'liq hech qanday xotiralarim yo'q. Ammo hamisha "Sening palaging toza" degan gapni eshitib katta bo'lganman. Dadam rahmatli Habib Sa'diy ham hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida aktyor bo'lib ishlagan. Dadam vafot etganida akam 6 yoshda bo'lgan ekan. U elas bo'lsa-da dadamni eslaydi. Albatta, 2 ta bola bilan beva qolish oson emas. Onamning vafotiga qadar otasiz voyaga yetdim, deya o'ksingan emasman. Boisi u kishi otam yo'qligini sira bildirmagan. Biror marta nega mening otam yo'q degan savol bilan onamni qiynamaganman. Yo'qsa onam 28 yoshda beva qolgan. Umr yo'ldoshiga bera olmagan mehrni kitob farzandiga ulashgan. Onam o'zim o'qigan maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berardi. Teatrga ishga kirganimda juda xursand bo'lgandi. Spektakllarga kelib, oldi qatorlarga o'tirishni va tomoshadan keyin peshonamdan o'pib qo'yardi. Afsus, ota-ona g'animat bo'lar ekan. U 84 yoshida vafot etdi. Uzoq umr ko'rgan bo'lsa-da, uning o'limidan keyin o'zlab qoldim, deydi aktyor. Akam yelkasiga o'tkazib bog'chaga olib borardi. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralarim ko'p. Akam Xayrulla Sa'diyev yelkasiga o'tkazib meni bog'chaga olib borardi. Ba'zan hazillashib, meni ko'tarib yurganingiz uchun bo'yingiz mendan past bo'lib qolgan, deb kulaman. Abdusamad ismli tog'am bo'lardi. O'zi aravakash bo'lsa-da, juda talantli inson edi. U paytlari mahallada bo'lsa 1 yoki 2 insonning uyida televizor bo'lardi. Haftaning ba'zi kunlaridagina Hind kinolari namoyish etilardi. Akam bilan Sebzordan O'rdagacha piyoda borardik. Televizor oldida 40 tagacha odam yig'ilardi. Mahalla ko'y, qarindoshlar bilan yig'ilib Hind kinolarini tomosha qilardik. Menimcha o'sha vaqtlardan boshlab akam ikkimiz san'atga mehr uyg'ongan, deydi aktyor Yodgor Sa'diyev. Ilk O'zbekiston darvozaboni bo'lganman. Aktyor qahramonimizning qonida bo'lsa-da, ammo bu bolalikdan futbolga qiziqardi. Ustiga ustak avvaliga san'at sohasida emas, quruvchilik texnikumida o'qiydi. Xo'sh, buning sababi nima? Bolalikdan sportga qiziqqanman. Maqtanishim mumkinki, men birinchi o'zbek darvozabonlaridan biri hisoblanaman. Hujumchi yoki himoyachi bir nechta bo'lardi, ammo darvozabon bitta bo'lgan. Maktabni bitirib, qurilish texnikumiga o'qishga kirganman. O'qib, ishlab yurgan paytlarimda 1964-yilning dekabr oyida Paxtakor futboli jamoasi ishga taklif etishgan. Muxlislarim juda ko'p edi, ammo baribir aktyorlikka bo'lgan mehrim kuchlilik qildi. 1967-yilda Teatr va rassomchilik instituti, hozirgi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida tahsil olgan paytlarim birinchi marta Mirzo Ulug'bek spektaklida Farang elchisi Dilbarim filmida Abdusalom obrazini ijro etganimdan so'ng Bobur syomkasini yaratish eng katta orzuyimga aylangan edi. Yaratgan rollarim ichida Bobur obrazi hayotimdagi eng unutilmas va eng hayajonli obrazdir. Mana shunday jiddiy rollar nasib etganidan keyin san'atga ipsiz bog'lanib qoldim, dedi Yodgor Sa'diyev. Brigada shaytanatdan keyin olingan. Aktyorning muvaffaqiyatli rollari ko'p, ammo ularning eng zo'ri shubhasiz Shaytanat serialidagi Asadbek roli hisoblanadi. 1994-yil So'nggi o'q filmining suratga olinayotganimizda rahmatli G'ayrat Ubaydullayev Tohirda Shaytanat degan yangi asar bor. So'rab ko'rgin, degan. Asarni o'qib chiqqach, uni film qilish shart degan Tohir aka bilan gaplashsam, yo'q demagan. Ammo suratga olish ishlari boshlashga shoshilmaganman. O'rtada 4 yil uni qanday suratga olish kerakligi haqida o'ylaganman. O'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga bu haqida aytganimda, nima yordam kerak degan. Filmni suratga olish uchun studiya ochish kerakligi haqida aytganimda, vazirlik qoshida Qalqon studiyasini ochishga ruxsat bergan.
Bu jangari film nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham birinchi suratga olingan. 2000-yil Rossiya televideniyasida uning 6-qismi namoyish etilgandan so'ng ancha vaqt o'tib Brigada seriali tasvirga olingan, dedi Yodgor Sa'diyev. Qalqonning tashkil topishi. Yodgor Sa'diyev teatrdan haydalgani haqidagi mish-mishlarga oydinlik kiritdi. 1998-yil Qalqon studiyasi tashkil etilgach, teatrdagi faoliyatim studiyaga ko'chirilgan. Rasman hech qachon ijodiy cheklovlarga uchramaganman, ammo og'zaki nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Men hamisha boshlagan ishimni yakunlashga, hammasi oliy darajada bo'lishga harakat qiladigan insonman. O'sha paytlarda biror e'tiborimni shaytanatga qaratgan edim. Serialni suratga olish uchun katta mablag' va vaqt sarflangan. Tezroq namoyish etib, pul ishlashimiz kerak degan fikr bo'lmagan, deydi aktyor Yodgor Sa'diyev. Yuragim xasta. Yodgor Sa'diyev 65 yoshidan buyon yurak bilan bog'liq kasallik bilan kurashib keladi. Uning yuragiga bir necha marotaba stent qo'yilgan. Meni shifokorlar bir asrab qolishgan. Bu 65 yoshga to'lishim arafasida bo'lgan. Jigarbandim film syomkasidan keyin suratga olish jarayoni paytida bo'lgan edi. Keyin tekshirsak, koronografiya qildirgandik. Shunda stent qo'yish kerak deyishgandi. O'shanda tug'ilgan kunim. 4-5 kun oldin o'shani qo'yib, qutqarib ham qolindi, desa ham bo'ladi. Hozirgi meditsina shunchalik rivojlanganki, ilgari odamlardan bu narsa bo'lmagan. Tomirlarda qon o'tishi yomonlashgandan so'ng qon o'tishi 100% bo'lmagan. 40-30% bo'lgandan keyin infarktga olib keladi. Hozirgi tibbiyot shu narsani joy-joyiga qo'yib, Allohga beadad shukr, bu orqali qancha odamlar davo topyapti va hayoti davom etmoqda. Mendan ham xuddi shunaqa bo'lgan. Keyin yana bir marotaba bo'ldi. Kelinoyingiz vafotidan 1 oydan so'ng bo'lib, keyin yana bir marta qo'yildi, dedi aktyor. Allohga suyanib qolgan ekanman. Aktyor onasidan keyin turmush o'rtog'iga suyanib qolgani, uning vafotidan so'ng yolg'izlikni his qilgani haqida kuyunib gapirdi. Afsuski, yaqinlarimizning borida qadriga yetmas ekanmiz. Onamning vafotidan so'ng turmush o'rtog'imga suyanib qolgan ekanman. Ammo buni vafot etgandan so'ng angladim. Men uchun borini ayamagan, e'tibor bergan inson edi. Ko'rinishimdan men qattiqqo'l ko'rinsam-da, tarbiyada u talabchan edi. Habibulloh va Musoxon bolalikda onasidan ko'proq hayiqqanlari haqida ko'p gapirishardi. Turmush o'rtog'im san'atshunos bo'lgani uchun u bilan kino va teatr haqida soatlab suhbatlashish mumkin edi. Turmush o'rtog'im bolaligim, san'atga kirib kelishim, rollarim haqida ko'p so'rardi. Ana bu rasmni qayerdan, bunisini qayerdan olsam bo'ladi derdi. Keyin bilsam, u men haqimda kitob yozmoqchi bo'lgan ekan. Tug'ilgan kunim kitobni qo'limga tutdi. Ammo o'sha paytda kitobni to'liq o'qib, unga minnatdorlik bildira olmagan ekanman. Vafotidan keyin kitobni bir necha marotaba o'qib, menga bo'lgan mehri naqadar kuchli bo'lganini his qilyapman, dedi Yodgor Sa'diyev. Yodgor Sa'diyev: ilk mukofotimni 43 yoshimda olganman. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham 50 yoshidan keyin mashhurlikka erishgan ijodkorlardan biri hisoblanadi. U kinodagi faoliyat 1967-yilda Dilbarim filmidagi roli bilan boshlagan bo'lishiga qaramay, uni mashhur qilgan roli Asadbek hisoblanadi. Hozirgi yoshlarda birdan mashhur bo'lib ketgisi keladi. Shaxsan men 43 yoshimda ilk davlat mukofotini qo'lga kiritganman.